Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy amaldorining Dunyo Uyg'ur qurultiyi haqida so'zlaganlari diqqat qo'zg'adi. Avstraliyaning Melbourne shahrida Uyg'urlar jamiyatining saylimi va futbol musobaqasi o'tkazildi. Fransiyada turk tashkilotlari prezident Makronga norozilik bildirdi. 23-aprel Turkiya Cumhuriyati milliy bayrami va bolalar bayrami o'tkazdi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Xitay əməldari Mərkəz Germaniyadakı milli bölgünçilərini Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatından haydab çıxardım deyə maqtandı. Xitayning Mərkəz televiziya birinci kanalı yaqında e'lon qilgan tomoshabinlarning suollari programmasi ijtimoiy tarqatqularda keng tarqalib g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitayning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı əməldari Wu Hongbo naq maydonda Xitay tomoshabinlariga so'zlab, Mərkəz Germaniyada bo'lgan Şinjan mustaqilchi bölgünç kuchlari Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı yig'iniga usib kirgan edi. Ularni yig'in zalidilla emas Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning doirasidan haydab chiqardim degan. İctimai taratqulardagi bu xususda elib berilgan munozirlar Xitoy yolg'iz dunyoni emas, o'zining xalqini aldaydi degan jumlaga markazlashgan bo'lsa-mu, bir qism Uyg'urlar orasida bunday bir voqeaning haqiqatan sodir bo'lgan bo'lmaganligi talash tortishliq bir masala bo'lib qolgan. Xitoy amaldori Wu Hongbo yuqorqi programmada ko'z tutgan Markaz Germaniyadagi mustaqilchi bölgünç kuchlar aslida Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının yığınına üsüb kirgan və haydab çıxırılğan şəxs Dolqun Aysa olub, 2018-ci 4-cü ayının 16-cı günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının New Yorkdakı mərkəzində çağırılğan az sonluqlar munbir yığınında həqiqətən muşundaq bir vaqe yüz bergan. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysanın bildirişçə, Xitay hakimiyyəti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının bexətərlik güclərə Dolqun Aysa xalqara saqçıda tutuş buyruq çıxırılğan terrorist degan yalğan məlumatını berib, onu bir qatim yığın zalından çıxarıb etgan bolsa-mu, o'ylamag'an yerdan bu masalaga Amerika, Yevropa ittifoqi, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının ciddi aralashishini keltirib chiqargan və oxirgi natijada Xitoy taraf mag'lub bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, shu qatimqi voqea yuz berib oradan uzun o'tmayla Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatida Xitoy ko'z tutgan bölgünç tashkilot va uning raisiga munosabatlik bir maydon kaskin jang bo'lib o'tdi. 2018-yil 21-aprel Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatida Xitoy taraf bilan Amerika, Germaniya, Yevropa ittifoqi orasida jiddiy talash tortish yuz berib, Xitoy hokimiyati Markaz Germaniyada bo'lgan xatar ostidagi xalqlar tashkilotining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatidagi kuzatuvchilik salohiyatini bekor qilish haqida Birləşmiş Dövlətlər Təşkilotiga arz sungan edi. Bu talash tortishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning raisi Dolqun Aysa apandini so'rab akirib, oxirida yanada Dunyo Uyg'ur qurultiyi g'alaba qozongan edi. Xitoy amaldori Wu Hongbo yuqorqi programmada voqeaning natijasini, o'zlarining mag'lubiyatini tilga olmay o'z xalqini aldaydi. Bu xil aldamchilikning Xitoy hokimiyatiga nisbatan umumlashgan bir hodisa ekanligini ilgari surgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farhod Muhammadi Xitoyning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı yig'inlarida qancha qitimlab Dunyo Uyg'ur qurultiyining tarafidan rasvo qilinganligini tilga oldi. 19 aprel Avstraliyaning Viktoriya shtatining Melbourne shahrida Uyg'ur jamiyatining saylimi bo'lib o'tdi. Mazkur saylamga Melbourne'dagi ko'p sonli Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, saylam natijasida Olimjon Osman apandi Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisligiga saylangan. Olimjon apandi bu qitimliq saylam haqida to'xtalib, Melbourne shahrida 2006-yili Uyg'ur jamiyati qurilgan bo'lsa-mu, ma'lum sabablar tufayli xizmatini davomlashtira olmadi. Shuning uchun biz millatimizning beshiga og'ir zulmlar kelayotgan bugungi kunlarda demokratik davlatlarda yashab turibmi, faqat o'zimizning turmushi bilan o'tib ketsak, o'z vijdonimizga yuz kelmaymiz dedi. Shundaqla mazkur jamiyat qurilishining ahamiyati, kelgusida qilmoqchi bo'lgan xizmatlar haqida tafsili to'xtaldi. Arqadanlar 20-apreldan 22-aprelgacha Avstraliya Uyg'ur yoshlarining 13-navbatlik Sharqiy Turkiston Lo'nqisi futbol musobaqasi o'tkazilib, Sydney, Melbourne, Adelaide va Brisbane shahridan 4 komanda qatnashib, 3 kun davom qildi. Oxirida Adelaide komandasi chempion, Melbourne komandasi 2-likka, Brisbane komandasi 3-likka, Sydney komandasi 4-likka erishdi. Avstraliyaning Melbourne shahrida o'tkazilgan mazkur futbol musobaqa Avstraliyadagi Uyg'urlarning izchilligi bilan 13 yil davom qilgan ekan. Fransiyadagi Türk ommaviy tashkilotlari, Diyanat ishlari Türk islom uyushmasi, Xalqaro demokratchilar uyushmasi va Fransiya Türk federatsiyasi qatorliq o'rinlar prezident Emmanuel Makronga norozilik bildirdi. 24 aprel kunini atalmış Ermeni qirg'inchiligini xotirlash kuni deb e'lon qilishni mazmun qiladigan qarornomani tasdiqlashiga qattiq norozilik bildirdi. Diyanat ishlari Türk islom uyushmasi,
Xalqaro Demokratchilar uyushmasi va Fransiya Türk Federatsiyasi qatorliq o'rinlar Prezident Emmanuel Macronning 24-aprel kunini atalmış Ermeni qirg'inchiligini xotirlash kuni deb e'lon qilishni mazmun qiladigan qarornomani tasdiqlashga qarata o'rtaq bayonot e'lon qilib, Fransiyadagi Türk ommaviy tashkilotlari mazhabchilik xohishi quyuq bo'lgan bir qism guruhlarning xalqlar o'rtasidagi dialog va tinchlikqa buzg'unchilik qilish uchun tarixni vositaga aylantirib olishiga qat'iy qarshi dedi. Fransiyada 50 yildan buyon yashab kelayotgan turklarning Fransiyaning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotiga to'p qo'shib kelayotganligini eskartilgan bayonotda Fransiyadagi turk ommaviy tashkilotlari atalmış 1915-yil voqealarining irqiy qirg'inchilik deb atalishini muvofiq ko'rmaydi degan. Bernard Lewis, Gilles Weinstein, Robert Mantran va Louis Bazinga o'xshash tarixchilarning irqiy qirg'inchilik hukumining qo'llanilishiga qarshi ekanligini eskartilishi bilan birga Fransiyadagi 800 ming turk bunday ayrimchilikni qabul qilmaydi va bu qarashini davomli targ'ib qiladi. Fransiya asos qonun mahkamasi 2 yil ilgari 1915-yil voqealar to'g'riliq Armaniyalar o'tirib qo'ygan qarashlarni o'z ichiga oladigan tariqada ba'zi jinoyatlarni rad qilishning jinoyat hisoblanadiganligiga munosabatli qonunga aloqador hukmni bekor qilgan. 23-aprel Milliy egilik huquq va balalar bayrami va Turkiya Buyuk Millat Majlisi ochilganligining 99 yilligini tabriklash murosimining tunji adresi Atatürk xotir sarayida o'tkazildi. Shu kuni Cumhuriyet Raisi Recep Tayyip Erdoğan Ma'rif ishlari ministri Ziya Selçuk va uning hamrohligidagi o'smirlardan tashkil topgan hay'atni qabul qildi. Arqadan Cumhur Raislik Sarayı, Yığın və Mədəniyyət Mərkəzində Türkiyə Böyük Millət Məclisi başlığı Mustafa Şentop, Türkiyə Böyük Millət Məclisi qurulğanlığının 99 yıllığı və 23 aprel Milli Egilik Hüquq və Balalar Bayramı münasibəti bilan bayanat e'lon qilib, Türkiyə faqat o'xshamagan alayidliklar to'qinishning bahonasi emas, aksicha moddiy va ma'naviy boylik manbasi deb qaragandila, ondan taraqqiyotning eng yuksak saviyasiga yetalaydi. Bu nishonga yetish uchun aldı bilan o'smirlar va yoshlarni moddiy va ma'naviy qimmat o'lchamlari bilan qurollantirishga to'g'ri keladi dedi. 1920-yili 23 aprel Turkiya Buyuk Millat Majlisining ochilishi tabriklanadigan milliy bayram edi. 1921-yili Turkiya Buyuk Millat Majlisi qaror ma'qullab, parlament ochilgan kunni milliy bayram deb e'lon qildi. Shuning bilan 23 aprel Turkiyaning tunji bayrami bo'ldi. 1923-yildan boshlab Milliy hokimiyat bayrami sifatida tabriklanishga başlandı. Balalar bayrami bo'lsa, rasmiy bayram chemberining sirtida rivojlangan edi. Himoya-i atfal jamiyati, ya'ni balalarni asrash jamiyati, yetim balalarga qilinadigan yordamlarni kuchaytirish maqsadida 23 aprel va shu haftada har xil faoliyatlarni o'tkazishga başlandı. 1927-yili mazkur jamiyat qaror ma'qullab, 23 aprel kunini balalar bayrami deb e'lon qildi va balalar bayrami Cumhur Rais Atatürkning himoyasida har xil faoliyatlar o'tkazilib tabriklandi. 23 aprel balalar bayramining rasmiy davlat murosimi shaklida tabriklanishi boshlandi. 1933-yildan 1980-yili 23 aprelni tabriklash uchun barliq viloyatlardan kelgan balalarning ishtirok qilishi bilan davlatlik balalar parlamenti tashkil qilindi. Qo'shni davlatlardan balalarni taklif qilib, balalar bayramining xalqaro saviyada tabriklanishi kafolatga ega qilindi. 1981-yili kirgizilgan o'zgartish orqali 23 aprelni Milliy egilik huquq va balalar bayrami deb qabul qilindi. Shundaqla ikki bayram bir kunda tabriklandi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.